Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz kompyuter qurilmalarini boshqarishda operatsion tizimlarning roli. Demak, kompyuter qurilmalari nima? Uni kompyuter qurilmalarini boshqarishda operatsion tizimlarning roli qandayligini tushunish uchun birinchi navbatda biza kompyuter qurilmalari to'g'risida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Xo'p, kompyuter qurilmalari degan paytimizda biza nimani tushunamiz? Kompyuter o'zi bu nima? Demak, kompyuter biza bilamiz hisoblashlarni bajarish, jumladan elektron shakldagi axborotni oldindan belgilangan algoritm bo'yicha qabul qilish, qayta ishlash, saqlash va ishlov berish uchun mo'ljallangan elektron mashina hisoblanadi. Kompyuter so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, hisoblash, hisoblagich degan ma'noni bildiradi. Demak, prezentatsiyaga qaraydigan bo'lsak, ekrandagi, demak, kompyuterimizning asosiy qurilmalari keltirilgan. Demak, monitorimiz, ikkinchisi ona platasi. Nima uchun ona plata deyilgan? Bir nechta platani bitta platada birlashtirilishi bu ona platani beradi. Protsessor, videokarta, xotira. Demak, mana 5-inchimiz xotira, ozuqa bloki, diskobot, qattiq disk, demak, klaviatura, 10-inchimiz mana sichqonchadan iborat ekan. Notebook va netbooklar, demak, bu mobil jihatdan, ko'rinishi jihatdan ixcham shaxsiy kompyuterlar bo'lib hisoblanadi. Demak, asosiy qism monitorlari birlashgan holatda hajmi jihatdan bir-birisidan farq qiladi, lekin ishlashi prinsiplari bir xil. Sichqoncha, demak, bu ma'lumotlarni kiritish qurilmasi bo'lib, bu tekislikda harakatlantirilganda ostidagi lazer nur harakati haqidagi ma'lumot kompyuterga uzatadi va ekrandagi kursor sichqonchaga mos harakatiga mos ravishda, mos yo'nalishda harakatlanadi. Klaviatura kiritish qurilmasi bo'lib turib, kompyuterga turli shakldagi axborotlarni kiritish uchun ishlatiladi. Standart klaviaturamiz, demak, 101, 102 tugmachadan iborat. Ekrandagi klaviaturadagi qaraydigan bo'lsak, mana asosiysi mana shu qismi hisoblanadi. Qolgan yuqoridagi yoki yon tomondagi tugmachalari bular qo'shimcha tugmachalar hisoblanadi. Demak, standart klaviaturamiz bu 101, 102 tugmachadan iborat ekan. Monitor kompyuterning ish jarayonida vujudga keladigan axborotlarni ekranda yoritib berishga xizmat qiladigan qurilma hisoblanadi. Monitor grafik yoki matn holatda ishlashi mumkin. Videoproyektor bu e, ekrandagi ma'lumotlarni yirik o'lchamdagi tasvirlash uchun ishlatiladi. Demak, ekran bu videoproyektordan kelayotgan signalni o'zida aks qildirish uchun ishlatiladi. Printer chop qiluvchi qurilma, ya'ni ekrandagi ma'lumotni qog'ozga chiqarish qurilmasi bo'lib hisoblanadi. Printerni 3 turi: bosma, purkagichli, lazerli printerlar mavjud bo'lib turib, demak, bosma printerlar ignalar yordamida, purkagichli naycha yordamida, lazerli printerlar esa maxsus baravan yordamida chop beriladi. Skaner bu o'qib oluvchi ma'lumotlarni nurli lampa yordamida rasmda ko'rinishda kompyuter xotirasiga o'qib oluvchi qurilma bo'lib hisoblanadi. Axborotni saqlovchi, tashuvchi qurilmalarimizga bilamiz, flash disklar, CD disklar, DVD disklar ishlatiladi hozirgi davrda. Demak, o'z navbati bilan ular ham o'z faoliyatini tugatib, ya'ni virtuallashtirish paydo bo'lgandan keyin hozirgi paytda bulutli texnologiya asosida biz ma'lumotlarimizni saqlaymiz. Demak, kompyuter qurilmalarini boshqarishda operatsion tizimlarning o'rni
Demak, mavzusi bo'yicha biza kompyuter qurilmalari qanday qurilmalar mavjud ekanligini hozir ko'rdik. Endi operatsion tizimni o'zini qurish prinsiplari bilan tanishib chiqsak. Demak, operatsion tizimni qurishni asosiy 13 ta prinsipi mavjud bo'lib turib, demak, qaysilari bular? Chastota prinsipi, modullarlik prinsipi, funksional tanlanish prinsipi, operatsion tizimni generatsiya qilish prinsipi, funksional ortiqchalik prinsipi, standart holatlar prinsipi, ya'ni по умолчанию prinsipi, joyini o'zgartirish prinsipi, virtuallashtirish prinsipi, dasturiy ta'minotni tashqi qurilmalarga bog'liq emaslik, ya'ni mustaqillik prinsipi, mutanosiblik prinsipi, совместимость, ochiqlik va qo'shimcha imkoniyatlar qo'shish prinsipi, mobiliylik prinsipi va 13-chi xavfsizlik prinsipidan iborat. Demak, chastota prinsipi bu dastur algoritmlarida ishlab beriladigan massivlarda amal va kattaliklarni foydalanish chastotasiga qarab ajratishga asoslangan. Demak, masalan, shunday jarayonlar bo'lib qoladiki, ko'p marta ishlatiladigan amal va ma'lumotlarga tezroq murojaat qilishni ta'minlash uchun operativ xotiraga joylashtiriladi. Bunday murojaatning asosiy vositasi bu ko'p sathli rejalashtirishni tashkil qiladi. Modullilik prinsipi. Bu asosan modullilik prinsipi tizimni texnologik va ekspluatatsiya xossalarini o'zida aks ettiradi. Ya'ni operatsion tizimga ham, amaliy dasturlarga ham, apparaturaga ham xos bo'lgan foydalanishni maksimal samaradorlikka erishishni ta'minlab beradi. Ya'ni asosan bunda tizimni texnologik va ekspluatatsiya qilish xossalarimiz degan paytimda imtiyozli, ya'ni imtiyozli rejimda ishlashi, qayta kiradigan, ko'p marta parallel foydalanish uzilishlar bo'lmasdan ko'p marta parallel foydalanish imkoniyatini berishi. Demak, rentabel, demak, bu ko'p marta takroran uzilishlarni boshqa masalalar ishiga tushirib berishi, ya'ni boshqa dasturlarga xalaqit bermasdan shuni yana takroran uzilishlarni to'g'rilagan holatda ishlashini amalga oshiradi. Funksional tanlanish prinsipi bu asosan bu prinsipni maqsadi hisoblashlar unumdorligini oshirish maqsadida ishlatiladi. Masalan, doimiy ravishda operativ xotirada bo'lishi kerak bo'lgan modullarni ajratishni nazarda tutadi. Bu funksional tanlanish prinsipini aynan shu bajaradigan shu modulini o'zini biz operatsion tizimning yadrosi deb ham nomlaymiz. Demak, keyingi prinsipimiz bu operatsion tizimni generatsiya qilish prinsipi. Bu prinsipimizni asosiy maqsadi yechiladigan masala va hisoblash tizimining konfiguratsiyasidan kelib chiqqan holda operatsion tizimni sozlashga imkon beradigan operatsion tizim yadrosi arxitekturasini tashkil etish prinsipini belgilab beradi. Demak, bu hisoblash tizimining konfiguratsiyasi, ya'ni konfiguratsiya deganimiz bu tuzilishini, operatsion tizimni, demak, yechiladigan masala va hisoblash tizimining tuzilishidan kelib chiqqan holda shunga mos holatda operatsion tozalashini bu prinsip orqali belgilab berilgan. Funksional ortiqchalik prinsipi bu aynan bir amalni har xil vositalar bilan bajarish imkoniyatini hisobga oladi. Oddiygina misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, o'zimiz oddiy bir tushunarli bo'lgan misol bilan, masalan, Word matn muharririda ishlab o'tirgan paytingizda oddiygina kopirovaniyni o'zi kimdir Ctrl+C tugmachasi yordamida, kimdir Ctrl+Insert tugmachasi, kimdir shiffonchaning o'ng tugmachasini bosganda chiqadigan kontekst menyu orqali, yana kimdir matn muharririning menyular bandi yordamida amalga oshiriladi. Demak, funksional ortiqchalik prinsipining asosiy maqsadi bu samaradorlikni amalga oshirish, samaradorlikni ta'minlashdan iborat bo'lib, bir amalni har xil vosita bilan bajarish imkonini yaratib beradi. Joyini o'zgartirish prinsipi, buni oddiy misol bilan tushuntirsak, masalan, ish to'limida yaratilgan faylni boshqa diskga ko'chirib qo'yish yoki boshqa joylarga diskka jo'natish yoki bilan bog'liq bo'lgan prinsip
modullarning bajarilishi ularning xotirada joylashgan o'rniga bog'liq emasligini ko'zda tutardi. Demak, uni joyini o'zgartirganingiz bilan buddistdan buddistga, masalan, ish to'lidan buddistga o'tkaningiz bilan buni xotirada joylashgan o'rniga bog'liq emaslik nima ekanini bu prinsip amalga oshirib beradi. Virtuallashtirish prinsipi yagona markazlashgan sxemadan foydalanib, tizim strukturasini, jarayonlarni rejalashtiruvchilar, resurs taqsimlovchilar ma'lum majmuasi ko'rinishida tasvirlashga imkon berishi bu virtuallashtirish prinsipi asosida amalga olinmoqda. Oddiy misol bilan tushuntiradigan bo'lsangiz, o'zlaringiz masalan birinchi amaliyot, ikkinchi amaliyot mashg'ulotlarimizda VirtualBox yordamida operatsion tizimni o'rnatish, kompyuterning ichida ikkinchi bir kompyuterni taqdim qilish imkoniyati bu prinsipga misol qilsak bo'ladi. Dasturiy ta'minotni tashqi qurilmalarga bog'liq emaslik, ya'ni mustaqillik prinsipi. Demak, dasturning aniq qurilmalar bilan bog'lanishi dasturlarni translyatsiya darajasida emas, balki undan foydalanish rejalashtirish davridaligidan iborat bo'ladi. Demak, bunga misol sifatida oddiy tashqi qurilmalarga, masalan, printerga ma'lumotni jo'natishingizdagi Word dasturida ishni davom qildirishingiz, bular bir-birisi bilan hech qanday bog'liqlikka yoki xalaqit bermasa yoki bo'lmasa, yana tushuntiradigan soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, kompyuterda pechatga yuborilgan ma'lumot toki chiqib tugamaguncha Wordda yozolmasdan o'tirishimiz mumkin emas. Demak, ishimizni paytni o'zida davom qildirish imkoniyatimiz mavjud. Mutanosiblik prinsipi bu prinsip operatsion tizim uchun yaratilgan dastur ta'minotining boshqa operatsion tizim va shu operatsion tizimning oldingi versiyalarida ham bajarilish imkoniyatini belgilaydi. Ya'ni, masalan, Windows 2003 Word matn muharririda yaratilgan doc kengaytmali faylimizni bemalol 2008, 2009, 2000 undan keyingi versiyalarda ham ochish imkoniyatini mavjudligi. Demak, bu mutanosiblik prinsipidan kelib chiqqan. Ochiqlik va qo'shimcha imkoniyatlar qo'shish prinsipi ochiqlik tahlil uchun bu tizimni mutaxassislarga, balki foydalanuvchilarga ham imkoniyat borligini nazarda tutadi. Qo'shimcha imkoniyatlar qo'shish, operatsion tizim tarkibiga yangi modullar qo'shish mavjudligini mavjudlarini esa o'zgartirish, ya'ni modifikatsiya qilish imkonini beradi. Mobillik prinsipi bu prinsip bir platformadan ikkinchi boshqa platformaga, boshqa tipdagi platformaga ko'chirish imkoniyatini nazarda tutadi. Ya'ni bir masalan shaxsiy kompyuter uchun mo'ljallangan platforma desak, ikkinchi platformamiz mobil telefonlarni misol qilsak, operatsion tizimni bittasidan ikkinchi yoki bo'lmasa netbooklarni misol qilsak bo'ladi. Xavfsizlik prinsipi bir foydalanuvchi resurslarni boshqa foydalanuvchidan himoyalash. Hamma tizim resurslarini faqat bitta foydalanuvchi egallab olishdan himoyani ko'zda tutadi. Xavfsizlik prinsipi bu oranjevая kniga xavfsizlik haqidagi standartlar, ya'ni 1998-yil Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqilgan standartlar asosida amalga oshiriladi. Bu xavfsizlik prinsipining asosiy maqsadi bir foydalanuvchi resurslarni boshqa foydalanuvchilardan himoyalash, resurslar bo'yicha kvota o'rnatish. Oranjevая kniga xavfsizlik haqidagi standartlar 7 kategoriyadan iborat. Bu 7 kategoriyani D eng quyi darajadagi himoyalanganlikni bildiradi. A bo'lsa eng himoyalangan, eng kuchli himoyalangan sinfni beradi. Demak, shundan oddiy S2 kategoriyasiga xos bo'lgan xususiyatlarni ko'radigan bo'lsak, maxfiy kiritish vositalari, foydalanuvchining identifikatsiyasini ta'minlab berishi, murojaatni tanlab nazorat qilish, audit vositalari, xotirani qayta foydalanishdan oldin inventarizatsiya qilish kategoriyalari bu S2 kategoriyaga mos amalga oshiriladi. Demak, operatsion tizimni va kompyuter qurilmalarini boshqarishdagi rolini shundan tushunsak bo'ladiki, demak,
Kompyuter tizimida faqat mashina kodini tushunish mumkin va 0 va 1 ko'rinishda. Bu oddiy foydalanuvchi uchun hech qanday ma'noga ega emas. Demak, bu yerda operatsion tizim foydalanuvchi va apparat o'rtasidagi vositachi vazifasini bajaradi. Demak, vositachi vazifasini bajaradigan va tizimda mavjud bo'lgan barcha jarayonlar va resurslarni boshqaradigan tizim zarur. Demak, operatsion tizim inson va apparat o'rtasidagi interfeys sifatida belgilanishi mumkin. Ilovalarni ishga tushirish bo'yicha operatsion tizimning vazifalari, ya'ni dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilari dasturlarni yaratishda ularni ma'lum bir operatsion tizim uchun yozilishi kerak. Demak, ko'pgina mashhur dasturlar bir nechta operatsion tizimlar uchun ishlab chiqiladi. Dasturlar fayllarni boshqarish va foydalanuvchi interfeysi bilan bog'liq barcha operatsiyalarni bajarish uchun operatsion tizim bilan aloqa o'rnatadi. Xo'p, endi maqsadlar qanday? Operatsion tizimning maqsadi nimadan iborat? Apparat va dasturiy ta'minoti. Demak, apparat bu kompyuter qurilmalari va dasturiy ta'minotni boshqarish va tartibga solish. Demak, mana o'sha mavzumizni asosiy mazmuni kelib chiqadi. Demak, kompyuter qurilmalarini boshqarishda operatsion tizimning o'rni. Demak, maqsadini bilishimiz mumkinki, operatsion tizimning maqsadi bu apparat, ya'ni kompyuter qurilmalarini va dasturiy ta'minotni boshqarish va tartibga solish. U joylashgan qurilmaning to'g'ri ishlashini ta'minlab berishdan maqsadi. Foydalanuvchilarning apparat manbalari tafsilotlarini yashirish. Kompyuter tizimini samarali foydalanish uchun qulay holga keltirish. Kompyuter tizimi resurslarini boshqarish. Foydalanuvchilarga kompyuter tizimidan foydalanish uchun qulay interfeysni taqdim etish. Foydalanuvchilar va dasturlar o'rtasida resurslarning samarali va adolatli almashinuvini ta'minlash. Demak, bu operatsion tizimning asosiy maqsadlaridan hisoblanadi, vazifalaridan. Operatsion tizimning tarkibiy qismlari. Operatsion tizim qanday tarkibiy qismlardan tashkil topgan? Demak, operatsion tizimning yadrosi. Demak, operatsion tizimning yadrosi o'z navbatida bir nechta modullarni bajarishga mo'ljallangan. Jarayonlarni bajarish moduli. Operatsion tizim amaliy dasturlar bilan apparat o'rtasida interfeysni ta'minlab beradi. Demak, shunday qilib, dasturiy ta'minot operatsion tizimda tuzilgan prinsiplar va protseduralarga amal qilish orqali u apparatga ulanishi mumkin bo'ladi. Interprut moduli bu uzilishlarda juda muhim hisoblanadi, chunki ular operatsion tizimning atrof muhitga javob berishlar uchun ishonchli usulni taqdim etadi. Interprut bu kompyuterda ulangan qurilmadan yoki kompyuter ichidagi dasturdan kelib chiqib nima qilishini aniq belgilab olish uchun operatsion tizimga kerak bo'lgan signal hisoblanadi. Xotirani boshqarish moduli xotirani boshqarishning barcha jihatlaridan javobgar hisoblanadi. Bu dastur boshqa dastur ishlatayotgan xotiraga zid kelmasligini ham ta'minlab beradi. Ko'p vazifali modul bitta kompyuterda bir nechta mustaqil dasturlarning ishlashini tavsiflaydi, ya'ni ta'minlaydi. Bunda operatsion tizim ushbu dasturning qayerdaligini ko'rish va ma'lumotni yo'qotmasdan boshqasidan ikkinchisiga o'tish qobiliyatiga ega bo'ladi. Xavfsizlik moduli kompyuter bir vaqtning o'zida bir nechta jarayonlarni ishlashiga imkon bersa, u holda bu jarayonning har birining faoliyatini ta'minlanishi zarur bo'ladi. Demak, operatsion tizim bunda qayta ishlashga ruxsat berilishi kerak bo'lgan va qayta ishlanmasligi kerak bo'lgan so'rovnomalarni ajratib turishini belgilaydi. Foydalanuvchi interfeysi moduli bunda asosiy foydalanuvchilarni aloqalarini amalga oshirish uchun juda muhim hisoblanadi. Operatsion tizimdan xizmatlarni tekshiradi, so'raydi, kirish qurilmalaridan ma'lumot oladi va operatsion tizim xizmatlaridan chiqish qurilmalarida holat xabarlarini va boshqalarni kuzatishni talab qiladi. Ma'lumotlarni boshqarish. Demak, ma'lumotlarni saqlaganda ularni kuzatib boradi. Dastur ma'lumotlarni fayl nomi va uning joylashgan joyi orqali boshqariladi.
Operatsion tizimning turlari endi keyingi mavzumizda bu bo'yicha to'liq to'xtalamiz. Demak, ko'rganimizdek, hozir mana prezentatsiyalarda ham ko'rib o'tdik. Demak, operatsion tizimning kompyuter qurilmalarini boshqarishda roli qanday darajada ekanligini biz ko'rdik. Demak, operatsion tizim bu kompyuter qurilmalari va foydalanuvchi o'rtasidagi vositachi bo'lganligini bilgan holatda, demak, har bir qurilmani ishlashini ta'minlash uchun operatsion tizim zarur ekanligi, ya'ni dastur bo'lmasa, operatsion tizimda kompyuter qurilmasligini. Demak, uchinchi bugungi mavzumiz kompyuter qurilmalari boshqa bo'ldi. Shundan iborat.